Salom do'stlar, sizlar bilan har doimgidek KS kapimi do'stlar, oldin shoh kapim edi. Nikim o'zgartirdim. Ko'pchiliklar men YouTube'ga video olmayib qo'yganim uchun balabollar menga vizit tashlabdi. Qo'qorin to'q bilet, bayob. Menga vizit tashlashdan oldin ko'p nima qilmasin. Men stream qilmayapman. Meni ikkinchi kanalim ham bor. K1S pastki so'zcha kapimi bittasi KS kapimi. Instagram profillarni hozir shu yerda ko'rsatib o'tib ketaman do'stlar. Videoni pastga sirka qoldirib ketaman. Instagram, YouTube, Telegram, hamma Facebook, anjira akkauntlar bor, TikTok kirib ko'rishingiz mumkin. Любойingizni qabul qilaman. Karparking bo'yicha u balabol dalvoyo bu xuyit qilma. Balabollar o'zidan ketibdi. Anchadan beri karparkingga kirmaganimga. Karparkingga yangilanishim keyin do'stlar, hozir yangilanishni ko'rsatib o'tib ketaman. Do'stlar, yangilanish videoni men YouTube'ga edit qilib qo'yganman. Range Rover'lar qo'shilgan bilsanglar. Cheatlar ishlamayapti ko'pchilik yoki menga coinlar akkaunt kerak deganlar uchun coinlar akkaunt ham qilib beraman do'stlar. Qanday qilib beraman? Men Telegram kanalim bor bilsanglar, KS kapimi chati ham bor do'stlar. Shu chatiga gaplashsa bo'ladi. KS kapimiga kirasizlar, xullas yo'li do'stlar. Anchadan beri karparking o'ynamaganman. Kirib turib akkauntlarga qarasanglar, akkauntlar bor. Shu akkauntlardan agar birortasini o'zingizga yoqqanini tanlab ko'rib kirasiz do'stlar. 250 ming, 300 ming, 400 ming, 500 minggacha tangasi bor. Coin'i bor. Do'stlar, bemalol olishingiz mumkin. Agar tangasi, ya'ni coin'i men o'zbekchasiga aytaman. Agar coin'i kamroq bo'lsa, ayb menda emas do'stlar. Ayb sizlarda boshqa akkaunt, oddiyroq akkaunt ochib qo'ygansizlar. Shuning uchun qo'ldan kelgancha bizani, ya'ni meni Telegram kanalimga kirasizlar, ochib olasizlar do'stlar. Uni yo'li oson. Ochish bilmaydiganlar uchun Telegram kanalimga kirsanglar, ochish yo'lini ham, videosini ham o'rgatib qo'yaman. Balabol kiming bo'lsa ham menga vizit tashlama. Men Bekso'zga, Denzegozga tashladim. Vizifimni qabul qilmaydi. Ya'ni bu vizifim Denzegozga, Bekso'zga ham kimingga bo'lsa ham Samanchikka ham vizit tashlagan. Ular men vizifimni qabul qilgani yo'q do'stlar. Bu mashina ot kuchi 1695 ot kuchiga ega. Mercedes-Benz E63 bo'ladi. SAMG ko'rishingiz mumkin. Nomer balonlariga Mercedes-Benz AMG'ni diskalari qo'yilgan. Oq baloniga ajdaha Gidetta Monster degan ma'noni bildiradi. Qirol degan. AMG va UZB nomerda turibdi do'stlar. Nomer pastga tushib qolgan. Shunaqa gaplar. Ko'rishingiz mumkin. Mashina ichki saloni hamma narsa chotki. Там вообще zo'r. Xullas do'stlar, ko'p balabollar menga gapirib, karlab, anchadan beri men YouTube'ga video chiqarmay qo'ydim. Bugun mana o'sha videolarni ko'rib, Instagramda ko'proq faoliyat yurityapman. Hozir YouTube'da ham YouTube'ga video qo'ymay qo'yishinglar uchun birinchi men kir shorts videolar qo'yapman ko'pincha. Birinchi sen kir. Qachon qo'yganman? Bil videoni. Va keyin gapir bola. Ko'p gapirma. Kiming bo'lsang ham. Karparkingdan ketdimi deganlar uchun yo'q, karparkingdan ketish yo'q. O'rinda oxirgacha karparkingdan ketmayman do'stlar. Nechidir milliard bersa ham men karparkingdan ketmayman do'stlar. Karparking men joni dilim. PUBG ham, Free Fire, любой bitta o'ynaysiz, FIFAmi, DLSmi, любой bitta o'ynaysizdan vizit tashlayvering, lekin men karparking o'ynayman baribir do'stlar. Karparking вообще zo'r o'yin. Karparking akkauntga kerak bo'lsa, bemalol nima qilaverasizlar. Ko'pchilik aytibdi, vizit tashlamaysizmi yo balabollardan qo'rqyapsizmi deganlar uchun. Balabol, dalboyob bilan yiban. Mana vizifimni qabul qil. Men vizit chiqardim, vizifimni qabul qildim. Keyin bo'jini o'ynaymiz karparking. Men vizifimni qabul qildim. Kommentariyada atmetga qilib ketaman. O'sha kim balabol, kim vizif qotdi. Lekin div kapimi bilan atnashini uzildimi deganlar uchun yo'q, div kapimi bilan atnashini uzilgani yo'q do'stlar. Bu ikkinchi kommentimda yozilgan. Birinchi videomda ham shu yozilgan, ikkinchi videomda ham div kapimi bilan atnashini uzildimi deb. Div kapimi bilan atnashini uzilgani yo'q, div kapimi faoliyatini tugatdimi deganlar uchun o'rtoqlar, ha. Div kapimi
vaqtida legenda bo'lgan. Instagram akkauntlari, car parking hamma narsasi bo'lgan. Unda nima bo'ldi? Uni sababini keyingi videoda aytaman degandim. Mana keyingi videom chiqdi. Uni prosmotrlari, obunachilari shunaqangi darajada ko'pdi. Hattoki 750 ming deydi. Car parkingdan. Car parking o'z Olxas Gamini 708 million obunachisi bor. O'shanga yetib qoladi, ya'ni millionga yetib qoladi, 1,5 million bo'ladi. Uni akkauntda devkapim Instagramdagi sразу o'chib ketdi. Boshdan ochdik biz devkapimni, lekin devkapimni deya olmadik. Nikini ham olib qo'ygan, YouTube kanalini ham olib qo'ygan. Hozirda YouTube kanalda obunachisi 550 mingta edi, Instagramda 750 mingta edi. Shunaqa sabablarga ko'ra hozir obunachisi 9 tami 10 ta qolgan. Ha, obunachisi qaytarib olgan endi, uni o'zi biladi nima bo'lgan, nima qo'ygan. Xullas, devkapimi 2 oymi, 1 oy oldin faoliyatini to'xtatgan. Car parkingni ham o'ynamayapti. Car parking o'ynayapti, lekin video chiqarmayapti. Car parking bo'yicha oxirgi videosi shu 1 oymi 2 oy oldin chiqqan do'stlar. Devkapimni ham atmetga qilib ketaman do'stlar. Videoning tagida izoh qoldirib ketaman. Xullas, anchadan beri car parking o'ynamaganimga car parking sog'inib qolibman do'stlar. Car parking legendasini hech kim bera olmaydi, ya'ni kayfini hech kim bera olmaydi. Bizning zaryadimiz tugayapti do'stlar. Nimanga farqi yo'q. Это нет вообще-то, это машина, заправку, да, понял. Это бензин, нет вообще-то. Это 100 benzin. Ular shunaqa gaplar do'stlar. Hozir bilin, ustaxona yo'q ekan. Ular kiming bo'lsang ham, qaysi balabol, kiming bo'lsang ham men senga aytib ko'rdim. Bola, kiming bo'lsang ham men vizifimni qabul qil. Mana shu mashinada chiqaman. O'z bacha olib qolgan, to'g'ri xunuk ko'rinadi. Mana shu mashinada chiqaman. Balabol, kiming bo'lsang ham vizifimni qabul qil. Ko'pchiliging vizifimni o'qimayapsan, unaqa car parkingdan ketdi. Короче, vaqtida legenda bo'lgan, hozir unaqa deganlar uchun. Unaqa emas do'stlar. Men 4 dan 3 ta car parkingchini aytaman. Birinchi o'rinda men, ya'ni shoh kapim edi. KS kapimga o'zgardi. Qaranglar. Nimaga o'zgardi do'stlar? Instagramda men nikimni mendan uncha pul yo'q edi. Men undan 1 oydan keyin o'sha akkauntga yetadigan pul yig'dim. Akkauntni nikiga. Shoh kapaman demoqchi edim, ochib bo'lmagan ekan. Kimdir ochib qo'ygan uni. Men telefon qilib so'radim, topdim, qaydan bo'lsa ham izlasanglar. Lekin Instagramga yozsanglar chiqmaydi. U zakrit akkaunt, ya'ni hech kimga ko'rinmaydi. Qaydan bo'lsa ham topdim, короче. Shunday telefon qilaman. Akkaunt qancha sotiladi dedim. Menga shunaqa YouTube blogerman dedim. Sotiladi, menga kerak dedim. Mendan $35 ming so'rashdi. Bitta nikni o'ziga $35 ming. Menda uncha pul yo'q edi. Mayli. Ko'ramiz, oka, dedim. Undan 1 oydan keyin, rovna 1 oydan keyin men 35 ming emas, $37 ming car parkingdan editdan, donatdan, xullas, ya'ni car parking bo'yicha pul tikmaganman. To'g'ri pul tikkanman, $5 ming, $8 ming qilib qaytarib oldim. Menda $3 ming oshig'i bilan, lekin men nikni sotib olmadim-da, KS kapimni deb qo'ydim. KS kapimni dedim. YouTube'larni ham o'zgartirdim. Xullas shunaqa qildim do'stlar. Ko'rishinglar mumkin. Endi bu akkauntimizga endi KS kapim bo'ladi. Ko'pchilik agar shoh kapimni sog'ingan bo'lsa, nikimni sog'ingan bo'lsa, hozir men obunachim 60 ta, ya'ni 60 taga rahmat do'stlar. 60 ta bo'lgan ekanmiz. 60 tani yuvganimiz yo'q endi. Vaqtim bo'lsa edit qilib 60 taga rahmat deb chiqaraman video do'stlar. 60 taga kattakon rahmat do'stlar. Bizani qo'llab-quvvatlagan, kuzatadigan obunachilarimiz, ya'ni bizani obunachilarim, so'ksanglar ham, nima desanglar ham, negativlarni ham men yaxshi ko'raman. 60 taga rahmat do'stlar. Lekin men balabollarni yomon ko'raman do'stlar. Xullas, shunaqa gaplar. Videomiz yoqqan bo'lsa, video ham cho'zilib ketdi do'stlar. Mayli. Sizlar uchun anchadan beri video olmagan ekanman. Bu videoni qachon chiqarib bilmadim. Men vaqtim bo'lsa YouTube'ga qo'yaman.
ungacha galeriyada o'chib ketmasa, shunaqa gaplar do'stlar. Balo bolalar, men vizifingni qabul qildim. Qaranglar, ya'ni old degani oldingi blogerlar. Ya'ni men Izzatullo Gaming, Baxter Uzlar oldingi KPMchilar bo'lgan, oldingi, ya'ni old. Hozirgi KPMchilar Denzeguz. U Denzeguz 2024-yil ochgan do'stlar. 1 yil ham bo'lmadi, почти endi 1 yil bo'lishi kerak akkauntiga. Men YouTube akkaunt ochganiga ancha yil bo'ldi. Men yana degan joydan boy axlatlar qutisini ustiga bossanglar, nechinchi yil ochganim ko'rasizlar. 2020-yil YouTube akkauntimni ochganman do'stlar. Ko'p bo'lgani yo'q. 5 yil bo'ldi do'stlar. Shuning uchun like, podpiskani bosib qo'ymasanglar bo'lmaydi. Old KPMchilardan men bilmaydiganlar uchun do'stlar. Ana shunaqa gap do'stlar, ko'rishinglar mumkin. Voy bilim, mashina qarang. Plus ana shunaqa gaplar do'stlar. Videomiz yoqqan bo'lsa, ba'zi bolalar, men senga Boeing vizifini qabul qildim. Shundan beri YouTube video olmaganimga Boeing nima qilaverman? Do'stlar, 100 ta bo'lsam men streamni ochaman do'stlar. Bir bola qilib bo'lsa ham stream ochilmayapti. YouTubedan blok qilib qo'ygan streamni. Yana agar men 100 ta bo'lsam stream qilaman do'stlar. Aniq qilaman. Men 50 ta bo'lsam qilaman degandim. Ko'pchilik vadingda turmading, kod-mod balabol deb yozib, no do'stlar, menga blok qilingan stream, ya'ni stream ocha olmayman. 150 ta bo'l ochiladi senga dedi. Mayli 150 ta sal ko'proq sizlar uchun 100 ta obunachi bo'linglar do'stlar, yana 40 ta yetishmayapti. 40 ta obunachi qo'shinglar, men harakat qilib bo'lsa ham stream qilaman do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaga xayr.